Bu video aniq sizlarga foydali bo'ladi. Oqtoshda sizlarga zo'r joy topib qo'yganman. Oqtoshga nimaga chiqishadi? Asmatiklar, nafas olishdan qiynaladiganlar, allergический, pnevmoniya, shu kasalliklar bilan kasallanganlar mashqqa kelishadi, dam olib ketishadi, nafas olib ketishadi. Chunki nimaga foydasi haqiqatan bo'lyapti. Sizlar uchun zo'r joy aytmoqchi bo'lgan joyim Oqtoshni eng sentri zo'r joyda joylashgan, nafas olib maza qilib ketadigan joyingizda. Sharoitlari unaqa zo'r lyuks emas, chunki sizlarga sog'liq kerak, komfort emas o'rtoqlar. Betga kelish kerak, dam olib ketish kerak. Kalaskalar juda ham ko'p. Bemalol bolalaringlar bilan kelaveringlar. 3 tami, 4 tami, 5 tami, nechta bolanglar bo'lsa olib kelaveringlar mana. Kalaskalar. Ichkariga kiramiz. O'rtoqlar kirib kelishinglar bilan srazli ikkita tapchan kutib oladi sizlarni. Joyligi bahaybat, katta dacha emas bu yoq. Bolalaringlar bo'ladigan bo'lsa hech muammo yo'q. Kalaskalar hammasi bor bu yerda. O'zligi kalaska berishadi. Xona olasizlar o'pishdan. Xonalari yomon emas, remontlari o'rtacha. Choy qaynataman desanglar, gaz bor ekan, bu yoqda mana choy qaynatasizlar. Mikrovolnovka bor. Hop, o'choqda bemalol ovqat qilsanglar bo'ladi. Bu yoqda mana mo'ykasi bor ekan. Ular hamma sharoit bor bu yerda. Muammo emas. Mana sharoitlari bilan ko'rishib, tanishib chiqdinglar. Sizlarga yoqdi degan umiddaman. Xudo xolisi kerak bo'lsa mana raqamligini qoldirdim, aloqaga chiqaverasizlar. Kuzatib boringlar, bizga foydali.